Agar men sizga o'ch, qasos haqida film emas, hattoki zo'ravonlik ham haqida emas desamchi, bu film odamni eng ko'p nima sindirishi haqida. Ko'pchilik Yulduzning hikoyasini ko'rib, uning boshidan o'tgan dahshatli voqealarga e'tibor beradi. Ha, u zo'ravonlik qurboniga aylanadi. Ammo filmning eng og'ir nuqtasi bu emas. Eng og'ir nuqta undan keyin boshlanadi. Chunki ba'zan insonni dushmanlari emas, eng yaqinlari sindiradi. Yulduz himoya kutadi, yordam kutadi, hech bo'lmaganda kimdir ishonishini kutadi. Lekin buning o'rniga u shubha, ayblov va xiyonatga duch keladi va aynan shu yerda film juda noqulay savol beradi. Agar sening dardingga hech kim ishonmasa, adolatni qayerdan izlaysan? Yulduzning qasos yo'li aslida zo'ravonlarni jazolash haqida emas, bu uning yo'qotilgan ovozini qaytarib olishga urinishi. Chunki insondan hamma narsani tortib olish mumkin, lekin u o'zini eshittirish uchun baribir yo'l topadi. Film davomida Yulduz o'zgarib boradi. Biz esa asta-sekin tushunamizki, travma insonni shunchaki yaralamaydi. Travma insonni boshqa odamga aylantiradi. Shuning uchun o'chdagi eng qo'rqinchli sahnalar qon yoki qasos sahnalari emas. Eng qo'rqinchli sahnalar Yulduzning odamlar va yaxshilikka bo'lgan ishonchi ko'z oldimizda o'lib borayotgan lahzalardir. Balki shuning uchun ham o'ch insonga boshqacha ta'sir qilar. Bu bir qizning hikoyasi emas, bu inson adolat topolmaganda nimalarga duch kelishi haqida. O'ch filmini Allplay'da tomosha qiling.